Eng arzon Vodiy kanalımizda arzon narxda Damas avtomashinamiz keldi. Maloshniy svetda kraskalari ham top-toza 2009-yil, tashqi ko'rinishi ham chiroyli holatda. Egalar meni yurganiga safarchi ketganlar uchun yaxshi narxda beraverdilar. 4 ta 13 diska balollari ham yangi holatda. Temir gaz balonni ham 2025 da qo'ygan ekanlar. Surogi ham yana ancha bor ekan. Probeg ham 235 ming probegda. Halol probegi apshkalar zo'r holatda. Toza chexollar, barlar, pultlar, korelar, salonlar tepada kolonkalarga chiqib qo'yishgan ekan. Salonlar akkuratni holatda chiroyli ekan. O'zlari ishlarga meni yurgan mashinalar ekan. Shunga sotib ketadi dedilar. Kuzlar ham bir tekisda chiroyli holatda turibdi. 2009 kamdan kam bo'ladi. Bunaqa toza korobka mostlarda umuman ovozlar yo'q ekan. Podnoshkalarni qo'yib qo'yishdi. Bitta shu joydan chiroyli o'zing uchun qaratib olsani zo'r holat keladi. Shu joydan qildirmagan makraskalar toza bo'lish uchun dedilar. Qolgan joylar zo'r. Motor hadovalar aytgandek umuman ishlari yo'q, tayyor. Faqat oformitligi uchun narxi ham $2950 ga beraveramiz ma'lumot uchun mashina Namangan.